Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Axloqni o'lchaydigan umumiy prinsiplar. 695-savol. Go'zal axloq bilan nachar axloqni o'lchaydigan umumiy prinsiplar qaysi? Javob. Güzel axloq bilan nachar axloqni o'lchaydigan umumiy prinsiplar tuvandikilar. Birinchi prinsip insonni boshqalardagi bilim qobiliyat, axloq fazilat, boylik, ta'lim qatorliq qandoqli bir ortiqchilikni, garchi o'zining ziyniga bo'lgan taqdirdimi e'tirof qilishga o'zligidan ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsipdir. Bu prinsipning aksi razil axloq turlaridan sanaladi. İnsanni boshqalardagi ilm qobiliyat, axloq fazilat, taqvoliq, ta'lim qatorliq qandoqli bir ortiqchilikni shaxsiyatchilik, ko'ranmaslik, ko'ngli torliqdan iborat nafsi xohishi sababli e'tirof qilmaslikka ittirgan har qanday bir turtga nachar axloq turtkalaridan bir turtkidir. Ikkinchi prinsip. İnson ustidagi haq-huquqlarni to'liq ado qilishga yoki o'zining bilimi, kuchi, pul-mili jamiyatdagi o'rni bilan boshqalarga manfaat yetkazishga, o'zligidan ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsipdir. Bu prinsipning aksi razil axloq turtkalaridan sanaladi. İnsonni boshqalarning haq-huquqiga tajovuz qilishga yoki o'zidan hech qanday bir chiqim yoki kuch talab qilmaydigan ishlardimi boshqalarga manfaat yetkazishdan yoki ixtiyoriy va biror manfaat ko'zlamagan holda birovni ziyondan qutuldirib qo'yishdan voz kechishga ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga nachar axloq turtkalaridan bir turtkidir. Uchinchi prinsip. İnsonni boshqalarning qo'lidagiga ko'z qizartmasdan, Alloh taoloning taqsimotiga qarshi chiqmasdan, o'ziga berilganlarga qanoatlanib, onunğa rozilik bildirishga o'zligidan ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsipdir. Bu prinsipning aksi razil axloq turtkalaridan sanaladi. İnsonni boshqalarning ega bo'lganlarga ko'z qizartish, ko'ranmaslik qilish orqali Alloh taoloning taqsimotiga qarshi chiqishga ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga nachar axloq turtkalaridan bir turtkidir. Xuluq bilan adabning farqi. 696-savol. Xuluq bilan axloqning farqi nima? Javob. Misrlik olim va mashhur notiq Amir Xolid xuluq bilan adabning farqini bundoq sharhlagan. Xuluq insonning ichki dunyosida mustahkam o'rin olgan ichki tuzilma bo'lib, uningdan sodir bo'ladigan ishlar hech qanday takalluf yoki tayyorlik talab qilmasdan, hatto o'ylashga javob bo'lmasdan tabiiy holda chiqadi. İnsanın ichki dunyosidan sodir bo'lgan ishlardan aql va dinning talabiga uyg'un bo'lib, yaxshi va chiroyli sanalganlari go'zal xuluq yoki go'zal axloq, aksicha bo'lgani yomon xuluq deb ataladi. Ammo adab insonni esil xislatlar va yaxshi amallar bilan bezab, uni go'zallashtiradigan narsa bo'lib, insonning ish harakatini tezlashtirish orqali uni turli xatoliklarga va yomonliklarga tushib qolishdan qo'g'dash roliga ega. Xalqimizmi el-jamoatning nazarida ayblanishga sabab bo'ladigan nashoyin ishlarni qilishdan o'zini saqlagan kishini adabli odam deganidek, jamoatning nafratini qo'zg'ab qo'yadigan ishlarni qilgan kishini adabsiz odam deydi. Xuluq bilan adabning farqini tuvandagidek sharhlash mumkin. Birinchi. Adab asosan ta'lim-tarbiya va nafsini yaxshi ishlarga chiniqtirish bilan hosil bo'ladigan narsa. Ammo xuluq ko'pincha insonning ichki dunyosidan keladigan tarbiya bilan o'zgaradigan narsa. Ikkinchi. Ta'lim-tarbiyaning adabni yetildirishdagi ta'siri xuluqni yetildirishga nisbatan kuchli bo'ladi. Uchinchi. Adab qartilgan taraflari e'tibori bilan har xil shaklda amalga oshadi. Ammo esil xuluq amaliy joyda va har qanday kishiga bir xil bo'lishni taqozo qiladi. Masalan, ota-onaga muomala qilishdagi adab bolalarga muomala qilishdagi adabga o'xshamaganidek, ustozlarga muomala qilishdagi adab savoddoshlarga muomala qilishdagi adabga o'xshamaydi. Chunki hammasining ayrim o'rni bor. Ammo go'zal xuluq hamma kishiga va hamma joyda bir xil bo'lishini talab qiladi. Masalan, ishni qitirqinib qilish, kamtar, rostchil, vafodor, mehr-shafqatlik, saxiy, mard bo'lish qatorliq ishlar mayli ota-onaga bo'lsin, mayli bolalarga bo'lsin, mayli ustozlarga bo'lsin,
mayli savodashlarga bo'lsin, mayli boshqa har qanday bir insonga bo'lsin, hamisha bir xil bo'lishi talab qilinadi. 4. Adab ko'p hollarda insonning ichki dunyosini ichib berolmaydi. Chunki qandaqli bir jamiyatda yashagan odam shu jamiyatga kishilarning ayiblashiga uchrab qolishidan qo'rqqanlikdan bo'lsa-mu, shu jamiyat xalqining adab va qoida usullaridan chatnab ketishini xohlamaydi-da, chin ko'nglidan bo'lmasa-mu adablik bo'ladi. Ammo xuluq insonning ichki dunyosidagi mustahkam tuzilma bo'lganlikdan, uningdan sodir bo'ladigan ishlar ko'pincha ixtiyorsiz sodir bo'ladi. Bu orqali shu kishining ichki dunyosini ichib beradi. Tashqi qiyofat ichki go'zallikni ifodalab beralamdi? 697-savol. Odamning tashqi ko'rinishi uning axloqini ifodalab beralamdi? Javob. Odamdagi ba'zi axloqiy ko'rinishlar ko'p hollarda uning ichki dunyosidagi sobit xulqini ifodalay Chunki inson qaysi bir g'araz bilan ba'zi axloqiy qiliqlarni xuddi shunda qilish uning tabiiy axloqidagila o'qishtirib qila oladi. Bu go'yda riyo, ko'rsatmachilik, go'yda nifoq, munofiqlik turiga kiradi. Yoki bunda qiliqni ba'zi kishilar nafsini yaxshi axloqlarga ko'ndirish niyati bilan qilishi mumkin. Masalan, intayin bexil bir inson biror g'arizini ishga oshirish uchun o'zini noyati sexiy qilib ko'rsatadi. Mal dunyosini oymay to'kalaydi. Ammo u insonning tabiiy xulqi yanada bexilligi bilan davom qilaveradi. Chunki uning asli xulqi bexillik emasmi? Bundaq odam sexiylikni o'rganib, uningga nafsini bo'ysundirib, sexiylikqa odatlanmagicha uning xulqidagi bexillik shu bo'yicha qilaveradi. Masalan, bir yigit bir qizni o'ziga qartish uchun o'zining ichidagi yuzini yoshirib, o'zini har jihatda yaxshi ko'rsatishi mumkin. Qizlarmi shundaq. Ammo qizni rasmiy o'ziga qartib bo'lgandan keyin yoki to'ydan keyin uning soxtaligi bir-birlab yechilishga boshlaydi. Hikmat, go'zal axloq va aql. 698-savol. Hikmat bilan go'zal axloqning munosabati nima? Javob. Hikmat yurish-turishni sog'lom aql va to'g'ri dinning taqozzosiga qartib to'g'irlash, boshqarish va yetaklash deganlikdir. Hikmat mundaq ikki vazifani o'z ichiga oladi. Birinchi, to'g'riliqdan chatnab ketishdan to'sish. Ikkinchi, to'g'riliqqa yetaklash va uningga ittirish. To'sish va yetaklashning manbai sog'lom aql bilan to'g'ri dindir. Bu ikki manbaning o'z vazifasini to'liq joriy qildirishi uchun aqlning nafsi havaslarining ta'siri ostida qolishidan yoki har qanday bir nuqsondan sog'lom bo'lishi, olgan diniy ta'limotining, diniy tushunchaning sog'lom ham to'g'ri bo'lishi shartdir. Aql bilan din bu shartga to'shgan vaqtda hikmatning manbai bo'la oladi. Hikmat insonning yurish-turishining hamma taraflarida talab qilinadi. Mayli axloqiy tarafdan bo'lsin, mayli qoida usul tarafdan bo'lsin, mayli ibodat tarafdan bo'lsin, mayli urf-odat tarafdan bo'lsin, mayli nafsining tabiiy taraflarini o'rindash tarafdan bo'lsin, hammasida hikmatlik ish ko'rish talab qilinadi. Shunga axloq fazilatlarga rioya qilish, razil axloq va yomon qiliqlardan yiroq bo'lish hikmatlik ish qilganlikdir. Buningdan ma'lumki, hikmat hammaga shamil cho'ng bir mavzu bo'lib, insonning yurish-turishidagi o'rinliq, to'g'ri ishlar hikmatning bir parchasidir. 699-savol. Hikmat bilan aqlning munosabati nima? Javob. Aqlni ba'zilar muhit va hodislar bilan eng munosib ravishda moslashtirish deb tushundiradi. Odatda hikmat bir narsaning haqiqatini bilish uchun sog'lom aqlga hojat bo'ladi. Ammo ko'pincha hollarda aql tepilgan yerda hikmat tepilmaydi. Shunga muhit va hodislar bilan eng munosib ravishda moslashish aql va hikmat bilan bo'g'inidek, ba'zi hollarda hikmat bo'lmasdan aql bilan amalga oshadi. Masalan, Allohning diniga ishonmaydigan munofiqlarmi musulmonlar yashaydigan muhit va hodislar bilan, shundaqla musulmonlar jamiyati bilan eng munosib ravishda moslashib keta oladi. Lekin bundaq bir munofiqlik aqlning kuchi bilan amalga oshgan bo'lsa-mu, hikmatdan mahrumdir. Yuqorqilardan ma'lum bo'ldiki, aql boshqa narsa, hikmat boshqa narsa. Lekin aql ba'zida hikmatning yo'llarini tonishning vositasi yoki moddasi bo'la oladi. Shunga Qur'on Karim va hadislarda hikmat nihoyatda zo'r maqtalgan. Qur'on Karimda Alloh taolaning hikmatlik ish qilguvchi va hikmat egisi ekanligi haqida 90 dan ko'proq oyat kelgan. Yana hikmat Alloh taolaning insonlarga ta'lim berishdagi rabboniylikning unvoni sifatida bayon qilingan.
İsa ro'shan mo'jizalar bilan kelib etdi. Sizlarga men hikmat elib keldim. Sura Zuhruf 63-oyat. Allah mu'minlarga, yana yezishni va o'qishni o'qimaydigan arablarga, ularning ichidan ularga Qur'on oyatlarini o'qib beradigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitob, Qur'onni va hikmatni o'rgatadigan bir payg'ambarni evatdi. Sura Jumu'a 2-oyat. Axloqning butun hayot sohalariga umumiyligi. Axloq inson hayotining butun sohalarida va insonning ichki va tashqi dunyosida ifodalanib turadi. Masalan, tafakkur axloqi, e'tiqod axloqi, qalb axloqi, nafs axloqi va yurish-turish axloqi qatorliqlarga o'xshash. 700-savol. Tafakkur axloqi degan nima? Javob. Fikr tafakkurni o'ziga va insoniyatga manfaatli bo'lgan ilm, ma'rifat, fan madaniyat, tajriba savoq, kelajak umidi va har qanday ijobiy mavzularga beg'ishlab, o'chmanlik, adovat, dushmanlik, hasrat, nadomat, qayg'u, pig'on, g'azab, och qatorliqlarning o'tlarini yondiradigan, harom ishlarga odamning shahvoniy havasini qo'zg'aydigan har qanday tafakkur va xiyollardan yiroq bo'lish tafakkur axloqidan sanaladi. Buning aksi fikr tafakkuridagi axloqsizlikdir. 701-savol. E'tiqod axloqi degan nima? Javob. Safsatalarga, ilm yo'li bilan isbotlanmagan gumonlarga, havoyi havaslarga, islom e'tiqodiga yot iqimlarga, taqlidchilikka qalbidan o'rin bermasdan, qalbini mustahkam e'tiqod bilan to'ldirish e'tiqod axloqidan sanaladi. Buning aksi e'tiqoddagi axloqsizlikdir. 702-savol. Qalbning axloqi degan nima? Javob. Haqiqatni va yaxshilikni suyish, botilni va barcha yomonliklarni yomon ko'rish, o'chmanlik, dushmanlik va ko'ranmaslik qatorliq nachar tuyg'ularni saqlamaslik qatorliqlar qalbning axloqidan sanaladi. Buning aksi qalbdagi axloqsizlikdir. 703-savol. Nafsining axloqi degan nima? Javob. Iffat, savrchanlik, himmat, oliy tilak, saxiylik, keng qursaqlik, apo'chanlik va boshqalar nafsning axloqidan bo'lib, bularning aksi nafsdagi razillikdir. 704-savol. Yurish-turish axloqi degan nima? Javob. Har vaqt va har qanday joydagi yurish-turishlarda, ish-harakatlarda, gap-so'zda va barliq ishlarda o'zining ichki dunyosini rostchillik va dodillik bilan ifodalash yurish-turishdagi go'zal axloqdan sanaladi. Ammo boshqalarning oldida o'zining ichki dunyosini yoshirib, yasalmalik qilish yurish-turishdagi razil axloqdir. Axloqning shaxsiy va ijtimoiy taraflari. 705-savol. Axloq shaxs va jamiyat e'tibori bilan nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Din hayotlikning hamma taraflarini o'z ichiga olgandek, axloqmi insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotining hamma taraflarini o'z ichiga oladi. Chunki haqiqiy diyonat bo'lgan yerda cho'qim axloqmi bo'ladi. Axloq bilan din bir-biridan qat'iy ayrilanmaydi. 706-savol. İnsanның shaxsiy hayotiga munosabatli axloqlar qaysilar? Javob. İnsanның shaxsiy hayotiga munosabatli axloqlar foydasi yoki ziyni shu shaxsning o'zgili bo'ladigan axloqiy taraflari bo'lib, ular qanoat, rozimanlik, intizomchanlik, har ishda qaytirqinish, chin iroda, umidvorlik, tirishchanlik, rostchillik va boshqalardir. 707-savol. İnsanның ijtimoiy hayotiga munosabatli axloqlar qaysilar? Javob. İnsanның ijtimoiy hayotiga munosabatli axloqlar foydasi yoki ziyni umumga bo'ladigan axloqiy taraflari bo'lib, ular rostchillik, ishonchlik bo'lish, vafodorlik, kamtarlik, boshqalardan kelgan arziyatlar oldida sabrchan bo'lish, iffat nomuslik bo'lish, keng qursaqlik, apo'chanlik, saxiylik, shijoat va boshqalardir. 708-savol. İjtimoiy axloq prinsipining o'lchami nima? Javob. İjtimoiy axloq prinsipining o'lchamini bir jumla so'z bilan tushuntirganda, insonning boshqalar tarafidan qanday muomala ko'rishini kutsa va orzu qilsa, boshqalarga shunday muomala qilishi deganlikdir. O'zi yomonlik qilib qo'ygan yoki bilib bilmay ranjitib qo'ygan biridan o'zini afo qilib etishni kutgan odam boshqalarni afo qilsin. Boshqalarning o'ziga qarata ishonchlik bo'lishini kutgan odamning boshqalarga ishonchlik bo'lishi shart. Boshqalarning rost so'zlashini yoqtirgan odam o'zi rostchil bo'lsin, boshqalarga hech yolg'on so'zlamasin.
Boshqalarning iffetlik bo'lishini yoqtirgan odam o'zimi boshqalarga qarta iffetlik bo'lishi lozim. Xotin qizlarining, och singillarining ar-nomusini muqaddas bilgan odam boshqalarning xotin qizlarining, och singillarining ar-nomusini muqaddas bilishi, ularning nomusini oyoq osti qilishdan, ippitiga dog' takkizishdan hazar qilishi lozim. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq degan: Do'zaxdan yiroq qilinib, jannatga kirgizishni xohlagan odam iymon bilan o'lsin. Birov boshqalarning uningga qandoq muomala qilishini yoqtirsa, ularga shundoq muomala qilsin. Imom Muslim rivoyat. Axloqning munosabati e'tibori bilan turlanishi. 709-savol. Axloq qartilgan taraflari e'tibori bilan qanchaga bo'linadi? Javob. Axloq qartilgan taraflari e'tibori bilan tuvandagidek 4 turga bo'linadi. Birinchi, inson bilan Alloh taolo o'rtasidagi munosabatga qartilgan axloq. Ikkinchi, insonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloq. Uchinchi, insonning o'ziga qartilgan axloq. To'rtinchi, insonning boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloq. 710-savol. Inson bilan Alloh taolo o'rtasidagi munosabatga qartilgan axloq qaysi? Javob. Inson bilan Alloh taolo o'rtasidagi munosabatga qartilgan go'zal axloq insonga ko'plagan axloqiy majburiyatlarni yuklaydigan eng sharaflik va to'limi zarur bo'lgan axloqdir. Masalan, Alloh taologa bo'lgan iymonda rostchil bo'lish, uning ilohligida, jimi sifatlarida, barliq ishlarda eng mukammal ekanligini ko'nglidan e'tirof qilish, uning ne'matlariga shukr qilish, buyruqlarini samimilik bilan o'rinlash, to'sqanlardan qat'iy yenish, uningga barcha ixlos va muhabbatni beg'ishlash, azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilish, uni hamisha yod etish va boshqalar. 711-savol. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaysilar? Javob. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar Alloh taoloni inkor qilish, uning ne'matlariga tuzkorlik qilish, buyurganlarini qilmaslik, to'sqanlardan yonmaslik, azobidan qo'rqmaslik, rahmatidan umidsizlanish, uni yod etmaslik qatorliq kufrlik va gunoh masiyatlardir. 712-savol. İnsanning boshqalar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloq qaysi? Javob. İnsonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan go'zal axloq ijtimoiy munosabatlarda talab qilingan axloqlar bo'lib, ular rostchil, ishonchlik, iffetlik, adolatlik, kechirimchan, mard, saxiy, haqqoniy bo'lish, muomalada durust bo'lish, vazifani qaytirqinib o'rindash, haq egasining haqqini, fazilat egasining fazilatidan e'tirof qilish qatorliq manfaatidan boshqalar bahramand bo'ladigan go'zal axloq turlarining hammasidir. 713-savol. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaysilar? Javob. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar yolg'on so'z, xiyonat, chiqimchilik, haqsizlik, dushmanlik, o'shmanlik, ko'ranmaslik, bexillik, yomon muomala, vazifani ado qilolmaslik, yaxshilik badaliga tuzkorlik qilish, haq egasining haqqini, fazilat egasining fazilatini inkor qilish qatorliq zini boshqalarga yetib boradigan barliq yomon qiliqlar. 714-savol. İnsonning o'ziga qartilgan axloqi qaysi? Javob. İnsonning o'ziga qartilgan axloqi o'zining foydasi uchun har vaqt rioya qilish talab qilingan axloq bo'lib, musibatga, balo qazoga va qaytirg'ili bo'lmaydigan har qanday qo'lidan berishlarga sabr qilish, tartib intizomliq bo'lish, dunyolik va oxiratlik har qanday bir ishni qaytirqinib ixlos bilan qilish, abadiy jasoratlik bo'lish, tirishchanlik, ochiqning kayniga kirmaslik va inson o'zini yaxshi idora qilishda kerakli bo'lgan har qanday choralar bu turdagi axloqning qatoriga kiradi. 715-savol. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaysilar? Javob. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaytirg'ili bo'lmaydigan ziyon zahmatlar uchun vaysab o'zini bevoda bearam qilish, o'rinliq, kelishganmas ochiqlanish, intizomsizlik, umidsizlik, qo'rqinchoqlik va o'zga ziyonliq bo'lgan har qanday ishlar. 716-savol. İnsonning boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloq qaysilar? Javob. İnsonning boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloqi hayvonlarga va boshqa jonliqlarga qartilgan axloqi bo'lib, ular hayvonlarga rahim shafqatli bo'lish, haqqini to'liq ado qilish, yaxshi muomala qilish, qiynamaslik, osh qo'ymaslik,
va ularning jinini xuddi insonlarnikiga o'xshash tatliqchan ekanligini esdan chiqarmagan holda muomala qilish qatorliqlardir. Aksicha hayvonni qiynash, osh qo'yish, bir-biri bilan so'qishtirish, o'q etish mashqlarida ularni qorga elish, behuda o'ltirish qatorliqlar yomon axloq namunalaridir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda bir ayol bir mushukni non bilan suv bermasdan yoki yerdan bir narsa tepib yeyishi uchun qo'yib bermasdan so'lab qo'yib uning o'limiga sabab bo'lganligi tufayli do'zaxga bo'lib ketdi deyish orqali hayvonlarga shafqatsizlik qilishning gunohining og'irligini bayon qilgan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Hurriyat va uning chek-chegirisi. 717-savol. Insonda cheksiz hurriyat bo'lamdi? Javob. Dunyoda maxluqotlarga nisbatan cheksiz hurriyat deydigan narsa mavjud emas. Mundaq bir hurriyat bor deb gumon qilganlar rostilla ahmoqlar bo'lib, ularning bu gumonlari reallikka tamoman zid keladi. Chunki birovda cheksiz hurriyat bo'lishi uchun uning nimani xolisa hech qanday bir cheklimisiz, to'salg'usiz, xohlagan vaqtda amalga oshira oladigan mutlaq qudratga ega bo'lishi shart. Halbuki inson mayli cho'ng mansab tutib podshoh bo'lib ketsin, mayli boyliqda millioner bo'lib ketsin, o'zi xohlagan ishlardan nurg'unlarni amalga oshira olmaydi. Cheklimalarga va to'salg'ularga uchraydi. Chunki nima qilishni xolisa, shuni to'salg'usiz va cheklimasiz holda xohlagan vaqtda amalga oshirish faqat birla yaratquchining qo'lidan keladigan ish. Ahvol shunday ekan, cheksiz hurriyat va mutlaq ixtiyor faqat Alloh taolaning qo'lida. Chunki Alloh taolo yaratquchi va yo'q qilguvchi, hayot berguvchi va o'ltirguvchidir. Shunga u xolig'ini qila oladi. Chunki koinot uningdagi barliq sabablar va mutlaq kuch-quvvat uning qo'lida. İnsan uchun bu qudrat nada bo'lsin? İnsanning xohlaganlarini amalga oshirish ishi uning ojizligi va ma'lum cheklimi ichida ekanligi sababli ko'p hollarda amalga oshmay qoladi. Masalan, birov o'zining hur irodasi bilan musobaqalarda birinchi bo'lib chiqishni xohlaydi. Lekin amaliyotda uni amalga oshira olmaganida o'zining mutlaq hurriyatga ega emasligini tushunadi. Egiz joydan yiqilib tushib ketayotgan odam shu lahzalarda o'zida xuddi qushlardek uchish qudrati bo'lib, qanoti bo'lsa o'limdan saqlanishni shuncha orzu qiladi. Lekin uningda nada bo'lsin bunda qudrat? Nurg'un kishilar cho'ng boylardan bo'lishini armon qiladi. Lekin hammasi shundoq bo'la olamdi? Bizda qushlardek uchish, lahangdek suv uzish va farishtalardek osmonga o'rlash hurriyati bormi? Bizga kelgan o'limni to'sib qoladigan hurriyat bizda bormi? Agar insonda mutlaq hurriyat bo'ladigan bo'lsa, nima uchun armon qilganlarning hammasiga ega bo'lolmaydi? Nima uchun mag'lub bo'ladi? Chunki cheksiz hurriyat va mutlaq ixtiyor egasi bo'lgan Alloh taolo xohlamadi. Alloh taolo xohlamagan ekan, insonlarning xohishi amalga oshmadi. Olamlarning Rabbi Alloh xohlamaguncha sizlar xohlay olmaysizlar. Sura Takvir 19-oyat. Ya'ni sizlar ko'zlagan maqsadinglarni Alloh taolo yo'l qo'ymaguncha amalga oshira olmaysizlar. Insonning qudrati cheklik. 718-savol. Nima uchun insonlarga cheksiz hurriyat berilmagan? Javob. Agar insonlarga nimani xolis qila oladigan mutlaq ixtiyor va cheksiz hurriyat berilgan bo'lsa edi, har inson o'zining yaxshi yomon barliq xohishini amalga oshira olgan bo'ladi-da, dunyoning intizomi jiddiy holda buzilgan, balki insoniyat nasli allaburun yer yuzidan tugab ketgan bo'lar edi. Atom bombasini yasaganlar bir andilla dunyoni yo'q qilayotgan, mustamlikachilar qo'l ostidagi mahkum millatlarni butunlay qirib tugitib, bosh og'riqdan biroqla xalos bo'lgan bo'lar edi. Atom bombasiga va eng zamonaviy qirg'och qurollarga ega Isroiliyaning yarim asrdan ko'proq vaqtdan beri beshini og'irtayotgan va yuraklarga qo'rqinch selib bearam qilayotgan falastinliklarni bir kechada butunlay qirib tashlab, mangu xotirjam bo'lg'isi yo'qmi? Albatta bor. Lekin qilinmaydi. Chunki ular mutlaq ixtiyor va cheksiz hurriyatga ega emasda. Dunyoda har kim o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan ko'ngliga kechganlarning, xohlaganlarining va orzu qilganlarining hammasini amalga oshirmoqchi bo'lsa, ojizlarning yashashidan hech nisiyasi bo'lmagan bo'ladi. Shunga Alloh taolo mutlaq ixtiyorlikni va cheksiz hurriyatni hech kimga bermagan. Insonning hurriyatdan bo'lgan haqqi ana shunday ko'plagan haq-huquqlarga, qonun prinsiplarga zid keladi. Bularning ichida shu insonning shaxsiy haq-huquqlari, ijtimoiy haq-huquqlar va Alloh taoloning haq-huquqi bor.
Şoňa insanyň qudraty har qançalik ýokary bolup ketsin, bütün şart-şaraitlar onuň aldyda hazır bolgan bolsun, yanala o arzu qilgan narsalarning hammasiga erişenmeydi. Çünki insanyň qudraty we onuň hurriyeti meyli o xalysin yoki xalamasin, tabiiy halda çeklikdir. Bu haq huquqlarning hammasiga faqat muvofiqlashtirish va haq huquq egalarining har biriga adolatli taqsim qilish yo'li bilanla erishgili bo'ladi. Shaxsiy haq huquqlar. 719-savol. İnsanning shaxsiy haq huquqlari qaysilar? Javob. İnsanning shaxsiy haq huquqlari o'qib bilim, ma'rifat elish huquqi, o'ziga yo'lliq holda baxt izlash huquqi, ziyon zahmatdan saqlanish huquqi, Alloh taolo bergan ne'matlardan va rizqlardan yo'lliq foydalanish huquqi, halol qilingan lazzatlar bilan huzurlanish huquqi va boshqa nurg'unlagan haq huquqlardir. Bularning hammasi Alloh taolo buyurgan yo'lliq haq huquqlar. Ammo insonning o'ziga va boshqalarga ziyon yetkazishi uning haq huquqlarining jumlasidan emas. Masalan, insonda o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan o'zini o'ltirib olishi yoki nafsi havasining kayniga kirib ziyonli narsalarni iste'mol qilishi bilan o'zining kasal bo'lishiga sabab bo'lishi yoki fikr toqatini, aql kuchini o'ziga yoki insoniyatga foydasi bo'lmagan behuda narsalar bilan zoya qilib etishi qatorliq ishlar shaxsning o'z ixtiyori va kishilik hurriyati ichida bo'lsa-mu, bular shu shaxsning o'ziga ziyonli bo'lganligi sababli Alloh taolo rozi bo'lmaydigan va yo'l qo'ymaydigan hurriyatdir. Shuningdek, insonning o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan boshqalarning haq-huquqlariga, or-nomusiga tajovuz qilish haqqi yo'q. Kollektivga munosabatlik haq-huquqlar. 720-savol. Kollektivga munosabatlik haq-huquqlar qaysilar? Javob. Kollektivga munosabatlik haq-huquqlar ko'p bo'lib, insonning o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan boshqalarning haq-huquqlariga daxl taruz qilmasligi, shaxsning jamiyat a'zolari bilan birlikda ijtimoiy hamkorlikni adolatli holda haqqoniy elib berishi, o'zining manfaati uchun umumning haqqini qurbon qilmasligi va boshqalardir. Insonning shaxsiy hurriyat da'vosi bilan birovning jiniga zomin bo'lish haqqi bormi? O'zining nafsiy havasini qondirish uchun boshqalarga ziyon yetkazish yoki biriga bosqinchilik qilish haqqi bormi? Yoki turmushini qamdash uchun o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan boshqalarning haqqini tortib olish yoki o'g'irlash haqqi bormi? Demak, insonning shaxsiy hurriyati boshqalarga ziyon yetkazmaslik cheklamasi ichida bo'ladi. Hatto biror yuqumli kasalga giribtor bo'lgan bo'lsa, uning insonlar to'plangan joyga berish hurriyati cheklanadi. Bu boshqalarga kasal yuqtirib, ularga ziyon yetkazmaslik uchundir. Alloh taolaning haqlari. 721-savol. Alloh taolaning haqlari qaysilar? Javob. Alloh taolaning insonlar ustidagi haqlari intayin ko'pdir. Bularning eng oldinqisi uning yagona iloh ekanligiga e'tirof qilinishi, yer yuzida xolis ibodat qilinishi, ulug'lanishi, so'yilishi, yod qilinishi va har ishda itoat qilinishdir. Alloh taolaning bu haqqini bermaganlar Alloh taolaga osiylik qilgan, o'zlarini ziyonga uchratgan bo'ladi. Her ikisi insonning shaxsiy hurriyatidan emas. Chunki Alloh taolaning haqqini bermaslik bir haqsizlik. O'zini oxiratning azobiga tutish yana bir haqsizlikdir. İnsonda o'zini ziyonga uchratadigan ishni qilish haqqi yo'q. Chunki inson Alloh taolaga oid bo'lib, uningdagi har narsa Alloh taolo tarafidan qo'yilgan omonatdir.